Xush kelibsiz bizning ofisga. Keling, siz bilan ozgina tanishib olamiz. Tomoshabinlarimizga qiziq. Ismingiz nima? Bizni oylik hayot maktabimizda o'qirkansiz. O'zingizni biroz tanishtirasizmi? Mening ismim Rizobek. Men ongli hayot maktabiga o'zimni rivojlantirish uchun, o'zimni anglash uchun kirganman. Umuman sizni o'zingizga qiziq bo'lyaptimi kurs? 6-5 kurslar yaxshi bo'ldi. Darslar? 6 va 5 darsda zo'r bo'ldi, yoqdi sizga. Qaysi mavzularda edi u darslar? Men qila olaman, 5-si o'zimni anglayman. Ana shunday. Shu mavzular sizni ko'proq qiziqtirdi? Zo'r. Agar kursdagi darslarni siz o'zingizni super qobiliyatingizga aylantira olganingizda, bu qaysi qobiliyat bo'lardi sizda? Uchish qobiliyati. Uchish qobiliyati? Nimaga? Chunki 6-darsda men o'zimni ko'p angladim, o'zimni teparoqda his qildim. Bu menga hozir rosa qiziqdi. Siz 10 yoshli paytingizdan nimalarni anglay oldingiz? O'zimni birovlarning yo'liga qanday ekanligimni, ularning qiliqlari menga yoqibdimi, yoqmayaptimi, ular o'zini boshqara oladimi, ana shu maqsadlari qanday, o'zini qanday tutadi, men anglagan. Zo'r. Oson bo'ldimi sizga shu narsalarni anglab yetish? Yo'q. Nega? Chunki eng qiziqqanim shu bo'lgani uchun bilan qitta anglash qiyinroq bo'ldi va bu darsni ko'proq eshitdim. Tan olish qiyinroq bo'ladi odamga? Молодец. Eng ko'p bosh qotirgan darsingiz qaysi bo'ldi? Nima imенно bosh qotirdi sizga? 8-dars bilan 5-dars bo'ldi. 8-darsga aytdilar, o'zlari xohlagancha nima rasm chizinglar dedilar, o'shanga xato ketsa-chi. Keyin siz qo'rquvni ustida ishladingiz? Nima natijalar bo'ldiki? Keyin to'g'ri katta bir rasm chizdim, u to'g'ri chiroyli chiqdi. Demak, siz chizishdanmi qo'rquvni ustida ishlab, yo'q, qo'rqmayman, yaxshi chiqadi degan tushunchaga ega bo'ldingiz, to'g'rimi? Zo'r. Rizobek, menga aytib beringchi, kursda sizni nima ko'p hayratlantirdi yoki kuldirdi? Do'stlarimning oldida ular o'zini qanday tutishi, bitta unaqaroq tutay, nimada, короче, o'sha ularni xulq-atvorini kuzatish chetdan sizga kulgili bo'ldimi? Nega? Chunki ular boraveradi orqasidan kim desam. Nima qilaveradi, yo'qshaveradi. Bu holatda, значит, siz ulardan ko'proq bilganingiz uchun ularni xulq-atvorini analiz qilishni o'rganib oldingiz, a? Demak, ular ham agar sizga o'xshab darslarni o'qisa, o'zgarishi mumkin-da. Menga yoqmayotgan qiliqlar ularga bordi. Menga yoqmadi. Ular o'zini anglasa, nimani to'g'ri qilayotganini tushunadi. Siz nimani anglashingiz kerak shu holatda? Menmi? Ko'p bachalab yurayman. Ijara kulamiz ana shuni to'g'ri. O'zim ko'p bachalar bilan yuramizda, o'sha payt kulib, o'ynab yuramiz, ana shuni to'g'ri deb o'yladim. Nimaga? Kulish yaxshi-ku? Xursandchilik yaxshi-ku. Endi ko'pda nima? Bachkana bo'lmasligi kerak-a? Demak, siz уже ularda yoqmayotgan odatlarni o'zingizda tarbiyalashga harakat qilasiz-a? Молодец, zo'r. Demak, yana bir savol meni qiziqtiryapti. Shu darslarni boshlaganingizda, ongli hayot maktabiga kelganingizda, o'zingizda sezgan eng kichkina, lekin eng quvonchli o'zgarish nima bo'ldi? Birinchi dars u Maryam Mahmuda o'tib bergan darslar bo'ldi. Ya могу, я действую, я есть. Men borman, men qila olaman. Kichik bo'lsa ham menga ko'p yordam berdi. Nimalarda aynan yordam berdi? Test oldilar. Men o'sha payt qitta esimdan chiqib qolgan edi. Keyin men действую deb o'tdim. Testdan, a? Undan oldin nimadir qo'rquv bo'ldimi, o'tolmayman degan? Test короче, savollar bo'ldi. Men ularni bilardim, lekin esimga tushmadi. Men qila olaman dedim, keyin esiga tushdi. Sal o'yladim, esimga tushdi. Zo'r. Demak, bu formula sizga o'zingizga ishonch bag'ishlaydi, to'g'rimi? Rizobek, qarang, agar kurs uchun maxsus medal tashkil qilinsa, siz o'zingizni qaysi medalga loyiq deb topardingiz? Oltin medalga loyiqman deb topardim. Oltin medalga nega? Chunki men ko'piga loyiqman. Ko'piga loyiqsiz. Bu medallar nomlanganda, masalan, eng mehribon, eng sabrli, eng topqir, eng quvnoq degan nomlar bilan nomlansa-chi, siz qaysi nomni o'zingizga eng e'tiborli, eng aqlli, eng dono, eng zukko? Zo'r. Bu sizni o'zingiz haqingыздagi fikrlaringiz, to'g'rimi? Buni ota-onangiz o'rgatishmagan sizga? Yo'q, hammasini o'zim qilganman. Молодец. Qarang, agar ongli hayot maktabi bir multfilm bo'lganida, unda siz qaysi personaj bo'lardingiz? Men ongli hayot maktabida personaj bo'lganimda, multfilmda Ninja degan bo'lardim, chunki u zo'r multfilm va Alloh tomonidan berilgan kuchlar ularga nima qiladi va yomonlar uni o'g'irlab ketadi va o'zini
Alodini qamoqdan chiqarmoqchi bo'ladi. Keyin u bilan Ninja degan qahramon kurashadi va egallaydi o'zini. Yutib chiqadi. Победитель hisoblanadi. U o'zi shayton bo'lgani uchun 3 yilga u kuchli bo'ladi. Hammani nima qilib tashlaydi. Keyin 3 yilga o'lish kerak bo'ladi, lekin u o'lmaydi. Aha, zo'r. Mana endi oxirgi savolimiz. Agar kelajakdagi Rizobekka maslahat bermoqchi bo'lsangiz, kursdan olgan qaysi darsingiz orqali maslahat bergan bo'lardingiz? 6-dars kelajakka borganda men o'zimga aytgan bo'lardim. O'zingni anglab ol. Sen hamma uchun muhimsan. Sening super qobiliyatlaring hamma uchun muhim. Sen zo'rsan, sen eng aqllisan, sen eng zukkosan degan bo'lardim. Zo'r, молодец. Rizobek, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Bizlarning shunaqa 10 yoshli, ongli, aqlli o'quvchilarimiz borligidan juda ham xursandman. O'zingizning tengdoshlaringizga qanaqa tilaklaringiz bor? Ular ham kelib o'zlarini anglashlarini xohlayman. Ular lekin buni bilmasliklari mumkin, lekin yaqin orada o'zlarini anglamoqlari kerak. Bilib olishsa, keyin o'zlari ham tushunishadi. Zo'r. Rahmat sizga kattakon.